Latviya davlatiga qurilish sohasida ishga ketib, yaxshi natijalarga erishgan bugungi fuqaromiz bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz ishingiz haqida gapirib bersangiz. Ish Latviyada bo'ldi, dengiz bo'yida, Balta dengizi bo'yida. Shu katta firma bor. Baliq boqadigan, dengizda suzib yuradigan katta basseynlar yasaladi. Ish sharoiti og'irmi? Ish sharoiti yo'q, og'ir emas. Boshida og'irroq bo'ladi, keyin moslashib, ko'nikib qolgandan keyin bir maromada ketaveradi ishlar. Oylik soati to'lanadi, 6,5 euro soati. Kuniga shunday necha soat? 10 soat. Hozirgi paytda shu 10 soat ish. Kun isib qolgan paytlar 12 soat ish bo'ladi. Yotib turgani bizga kvartira berilgan alohida. Hozir ta'tilga kelgansiz O'zbekistonga. Ta'tilga keldim. Bu yerdan Doston yordam berdi. Farhod ular bizga hujjatlarni qilib berdi. Firmamiz ishonchlimi? Ishonchli, albatta ishonchli. Tavsiya etaman. Getwork firmasini tavsiya etaman. Ishonchli firma. Borishsin, ko'rishsin, ishlashsin.